ko'pchilik so'ragan o'sha savollarga bugun javob bermoqchiman. Ya'ni Kiprda necha pul topsa bo'ladi o'zi yoki qonuniy ishlash mumkinmi degan savollarga. Hop, 2025-yildan boshlab Kiprda eng kam oylik ish haqi $1200 ga teng, o'rtacha $1500 teng. Va bu summalar faqat ishchi vizasi uchun. Studentskiy viza uchun hali narx belgilanmagan hech qanaqa. Ya'ni siz $1000 ham topishingiz mumkin. Yaqin turib bordi. $1000 ham topishingiz mumkin, 1200 ham topishingiz mumkin va kamroq ham topishingiz mumkin. Hammasi bu o'zingizning qo'lingizdagi ishingizga bog'liq. Hop, va ishlash mumkinmi? Ishlash mumkin. Universitet tomonidan cheksiz ishlash imkoniyati beriladi sizga. Ya'ni qonuniy hech qanaqa haftasiga 20 soatgacha mumkin degan gap yo'q. Bu yerda hammasi qonuniy bo'ladi va o'rtacha o'quvchilar $900, $1000 atrofida topishadi. Yana qanaqadir shunga o'xshash savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Javob berib o'taman yoki video qilaman yoki istoriyada javob beraman.